Demak, dastlabki texnikamiz Isuzu samosval sotiladi. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, balonlari yangi. Zavodskoy Isuzuga zavodskoy kuzov qo'yilgan deyishyapti. Ishlab turgan texnika, hech qanday xarajat yo'q. Narxi $27,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzili esa Buxoro viloyati. Ikkinchi texnikamiz ham Isuzu samosval 2024-yil ishlab chiqarilgan. Zavodskoy metan gazlari bor deyishmoqda. 55,000 masofani bosib o'tgan, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnikani egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Narxi $55,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi texnikamiz ham samosval Isuzu 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Turbo kompressorlik 5 tonnagacha yuk oladi. Ushbu texnikamiz ham zavodskoy metan gazlari bilan chiqqan, hech qanday yig'ilgan texnika emas deyishyapti. Narxi 370 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Demak, yana bir Isuzu samosval texnikamiz sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi yaxshi holatda, hech qanday xarajat yo'q. 6 ta metan gaz ballonlari bor, ishga tayyor. Dokumentlarda ham muammo yo'q deyishyapti. Narxi 280 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda yana bir Isuzu samosval sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, 5 tonnalik, ammo 10 tonnagacha yuk oladi. Podyomnik qo'yilgan, turbo kompressorlik, hamma joyi kap remont qilingan, ishga tayyor. Hech qanday xarajat yo'q deyishyapti. Metan gazlargacha qo'yib qo'yilgan. Narxi $30,000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Euro Kamaz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 41,000 km masofani bosib o'tgan deyishyapti. 18 kubalik, hech qayeri ochilmagan. Manzil Samarqand viloyati. Narxi $33,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar yana bir Euro Kamaz sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalari ham zo'r holatda, hech qanday xarajat yo'q, ishga tayyor holda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $25,000 aytilish narxi, albatta savdosi bor, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir Euro Kamaz sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 96,000 km deyishyapti. Holati zo'r, hech qanday xarajat yo'q, konditsionerlar ham o'rnatib qo'yilgan. Olasiz, faqat minasiz, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $33,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa ushbu zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka zadniy moslari yaqindagina remontdan chiqdi. 6 ta yangi balonlar qo'yib qo'yilgan, hech qanday kamchiligi qolmagan. Hujjatlar ham joyida. Narxi $12,000 aytilishi, qaytaraman, narxi $12,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Bizda esa navbatda ushbu chakman sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, ishlab turgan texnika, balonlar ham yaxshi, 70-80% atrofida. Motor yaqindagina remontdan chiqdi, hech qanday xarajat yo'q. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $30,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval sachma texnikamiz sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi soz, motor korobkalar ham yaxshi, motor moy yemaydi, ishga tayyor holatda. Narxi $32,000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi, savdosi bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Samarqand viloyati. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda yana bir texnikamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 330,000 km masofani bosib o'tgan deyishyapti. Orqa 4 tala balon yangi, 10 ta 100 talik gaz ballonlari bor. Narxi $30,000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa zil 130 samosval texnikamiz sotiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, ramani singan, suvarga tekkan joylari yo'q. 6 ta yangi bez kamerlik balonlar qo'yib qo'yilgan, antifrizda yuradi, korobka yaxshi, zadniy most reduktorlar yangi qo'yilgan, resorlari ham zo'r. Dokumentida muammo yo'q. Narxi 100 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati.
Navbatda yana bir zil sotiladi. 1982-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka remont qilingan, 8 ta gaz ballonlari bor. Texpasportida yoqilg'i turi degan joyi bo'm-bo'sh hamda ramasida bittagina suvarka tekkan joyi bor. Boshqa hech qanday muammosi yo'q deyishyapti. Narxi $4500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda yana bir samospal zil sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmoqda. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda. 31 ramada, rozetkalari bor, KAMAZ sistema, Ural motor qo'yilgan deyishyapti. Ishga tayyor holatda. Narxi $9000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil sotiladi. Holati yaxshi, 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaga 100% kafolat beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $12000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Demak, navbatda yana bir samospal zil sotiladi. Holati yaxshi, 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, ishga tayyor, hech qanday kamchiligi yo'q. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Aytib o'tganimdek, manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $10000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samospal zil sotiladi. 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ballonlar yangi 5 kamirlik ballonlardan qo'yilgan deyishyapti. Motor Ural motor, korobka yangi qo'yilgan. Narxi esa $10000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu ma'lumotlar yetarli bo'lmasa, yanada ko'proq ma'lumotlarni olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan yanada ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalarimiz shulardan iborat edi. Agar ushbu dasturimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib, qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang. Hozircha esa xayrlashamiz. Navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.